Mexanizatsiyalashtirilmagan mexanizatsiyaning mexanizatsiyalashtirilganligidan mexaniklar mamnun bo'ldi kabi tez aytishlar sizga yordam bermasligi mumkin. Nutqni rivojlantirayotganda tez aytishlardan ko'ra ko'proq toza aytmalar foydaliroq bo'ladi. Nimaga? Chunki sizda ma'lum bir harflarni talaffuzida qiynalishlar bor bo'ladigan bo'lsa, aynan shu harflarni yaxshiroq talaffuz qilishingizga yordam beradigan mashqlarni qilganingiz ma'qulroq. Misol uchun, ko'pchilikda s va z harflarini talaffuzida qiynalishlar bo'ladi. Bunday holatda eng to'g'ri mashq sizi, sezi, sazi, sozi, sozi, suzu, sizi mashqini takrorlash bo'ladi. Xuddi shu ketma-ketlikda ekranlaringizda ko'rinib turganidek videoni to'xtatib takrorlang. Yana ham kuchliroq mashqlarni o'rganish uchun esa Nodir Nuriddinov akkauntiga obuna bo'ling. O, menga qara. Tarzida kimdir sizga nimanidir baqir-chaqir do'q-po'pisa bilan tushuntirayotgan bo'lsa, bunday vaziyatdan qanday chiqib ketgan yaxshiroq? Agar siz unga javoban baqir-chaqir bilan gapiradigan bo'lsangiz, bu vaziyatda konflikt kattalashib boraveradi va oqibatda ikkalanglar ham yutqazasizlar. Yoki u baqir-chaqir qilayotgan bo'lsa, siz o'zicha mancha holatida jim bo'lib ketadigan bo'lsangiz ham bo'lmaydi. Chunki bunday vaziyatda baqir-chaqir qilayotgan inson boshingizga chiqib, qilib bo'lgan bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l esa shunchaki chuqur nafas olib, sen baqir-chaqir bilan nimanidir tushuntiradigan odam emasman. Agar rostdan ham muhim narsani tushuntirmoqchi bo'lsang-ki, 2 soatdan keyin ko'rishamiz, sen ham o'zingni bosib olgan bo'lasan, men ham o'zimni bosib olgan bo'laman va muhim narsani to'g'ri muhokama qilib olamiz deb tushuntirib qo'yadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda eng emotsional vaziyatdan siz qochgan bo'lasiz. Chunki agressiv holatingizda siz noto'g'ri gaplar gapirib qo'yishingiz ehtimoli juda ham katta bo'lsa, siz zararingizga ishlaydi. Eng to'g'ri yo'l esa vaqt. Bol bo'lib ko'rinishni xohlamasangiz, siz o'z fikringizni maksimal qisqa holatda va qisqaligicha ko'proq ma'noga ega qilib yetkazishni o'rganishingiz kerak va bunda sizga yordam beradigan eng katta va kuchli instrument bu metaforalar. Hozir sizga metaforalar orqali nutqlik mahoratini kuchini tushuntirishga harakat qilaman. Nutqlikni biz musiqa san'atiga qiyoslashimiz mumkin. Chunki xuddi bir musiqada bitta ritmni o'zini xuddi shunday takrorlanib o'zgarmasdan eshitib turaverish hech kimga yoqmagani kabi inson nutqida ham notalarda, dinamikalarda o'zgarish bo'lganidek o'zgarishlar bo'lib turishi kerak. Chunki aynan shu o'zgarishlar nutqingizni joyi kelganda kulminatsiyasi, ya'ni qo'shiqda avji bo'lgandek gapingizni avjiga aylanib ketadi yoki shu nuqta gapingizni yakuniy ekanligini bildiradi. Shaxsan o'zimni ruhlantirgan eng kuchli motivatsion nutq bu Stallonening, ya'ni Rocky'ning o'g'liga aytgan nutqidir. Agar bu nutqni men quyidagicha eshitgan bo'lganimda, balki umuman ruhlanmagan bo'lardim. Ya'ni мир не такой солнечный и приветливый, как ты думаешь. Это очень опасное и жестокое место. Если только дашь слабину, он опрокинет тебя с такой силой degan holda gapirilganida, menimcha siz ham bu nutqni umuman yodda qoldirmagan bo'lardingiz. Lekin bu nutq quyidagicha ijro qilingan. Мир не такой уж солнечный и приветливый, как ты думаешь. Это очень жестокое и опасное место. И совсем не важно, как ты ударишь. Важно, какой держишь удар. Ya'ni motivatsion nutqning ham o'zining qonun qoidalari bor. Unda siz jon kuydirayotganligingizni, aniq ishonch bilan gapirayotganligingizni ovozingiz va talaffuzingiz orqali ko'rsatishingiz kerak. Agarda siz ham insonlarni ruhlantiradigan, ularga emotsiya beradigan nutq egasiga aylanishni istasangiz, Nodir Nuriddinov akkauntiga obuna bo'ling. Chunki men sizga turli xil intonatsiyalarda, emotsiyalarda va ohanglarda gapirishni bepul o'rgataman. Top 3 ta talaffuzingizni 100% kafolati bilan yaxshilaydigan toza aytmalar. Ular ham tez aytishdagi gap, lekin ularni qaytarayotganingizda aniqroq talaffuz qilishga ko'proq e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi va ular ma'lum bir harflarning talaffuzini rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Misol uchun B harfini talaffuzini yaxshilash uchun belbog'ini, belga, bog'lab, bog'bon, popo, boqqa bordi tez aytishini sekin, xuddi shunday dona-dona har bir artikulyatsion mushaklarni ishlatgan va kuchliroq zo'riqtirgan holda takrorlashingiz kerak. Yoki Q va R harflarini talaffuzini yaxshilaydigan Qurramalik, Qurbonjon, Qurbaqani qurilishidan qattiq qo'rqib qochib qoldi tez aytishini ham xuddi shunday takrorlashingiz mumkin bo'ladi. Yoki T, D, G harflarini talaffuzini yaxshilaydigan tubsiz,
dengiz, tengsiz dengiz dedingizmi? Tengsiz dengiz, tubsiz dengiz dedingizmi? Tez aytishlarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Keyinchalik talaffuz yengilroq chiqishni boshlaganda bemalol 3 martadan tezroq qaytarishga o'tishingiz mumkin. Misol uchun, tubsiz dengiz, tengsiz dengiz dedingizmi? Tengsiz dengiz, tubsiz dengiz dedingizmi? Tubsiz dengiz, tengsiz dengiz dedingizmi? Tengsiz dengiz, tubsiz dengiz dedingizmi? Tubsiz dengiz, tengsiz dengiz dedingizmi? Tengsiz dengiz, tubsiz dengiz dedingizmi? tarzida yoki uni qiyinroq formatdagisini ham ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, tubsiz dengiz, tengsiz dengiz. Ya'ni tubsiz dengiz, tengsiz dengiz, tengsiz dengiz, tubsiz dengiz, tubsiz dengiz, tengsiz dengiz dedingizmi? Tengsiz dengiz, tubsiz dengiz dedingizmi? Tubsiz dengiz, tengsiz dengiz, tengsiz dengiz, tubsiz dengiz holatida ijrolar qo'shadigan bo'lsangiz va buni dialog tarzida ko'rsatadigan bo'lsangiz ham talaffuzingiz 100% aniqroq, yaxshiroq bo'ladi va keyinchalik hech kim "Aka, nima dedingiz?" deb sizdan so'ramaydi. Undan ham kuchliroq notiqlik mahorati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun hoziroq Nodir Nuritdinov akkauntiga obuna bo'ling. Agar ovozingiz o'zingizga yoqmayotgan bo'lsa va eshitayotgan odamlarga ham u yoqmayotganligini sezayotgan bo'lsangiz, demak siz kuchlanish bilan, ya'ni kuchanib tomoqdan gapiryapsiz. Lekin siz pastga, sof va ishonchli ovozda gapiradigan bo'lsangiz, bu ovoz sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingiz sofligini va ovozingiz kabi baquvvat ekanligini ko'rsatadi. Agar siz ham mana shunday ovozdagi barxitni paydo qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi mashqni takrorlang. holatida mashqni mato'shini ushlab turasiz va 5 daqiqadan so'ng zarba qo'shasiz. 3-chi qadamda esa unlilarni qo'shasiz, ya'ni tarzda mashqni takrorlang. To'xtamasdan yarim soat bu mashqni qiladigan bo'lsangiz, kafolatlangan natijaga ega bo'lasiz. Faqat ovoz va talaffuzingizning o'ziyoq kimligingiz haqida ancha-muncha ma'lumot berib qo'yadi. Agarda siz ham notiqlik mahoratini o'rganmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Nodir Nuritdinov akkauntiga obuna bo'ling. Xo'jayin bo'lgan kallingga deb sizga murojaat qilishlarini yoki siz haqingizda gapirishlarini xohlamasangiz, xo'jayinlar qiladigan bu xatoni siz ham takrorlamang. Deylik, sizga hisobot olib kelishdi va unda xatolar bor. Ko'pchilik nima qiladi? Xatolarga urg'u qo'yadi. Ya'ni men ham xato, qilsa, xato qilish o'rniga shuni to'g'ri olib kelsang bo'lmaydimi? Deyishingiz mumkin, to'g'ri, lekin buni o'rniga hisobotda qanchalik tez olib kelganingiz menga ma'qul, lekin keyingi safar aniqlikka ham e'tibor bering, chunki bir ikkita xatolari bor ekan deb murojaat qiladigan bo'lsangiz, birinchi navbatda bu ishchingiz ham xatosini tushunadi, ham keyingi safar to'g'rilab olib keladi, ham unga hech qanday emotsional bosim o'tkazmaysiz. O'zaro munosabatlar yaxshiroq bo'ladi. O'ylab ko'ring. Sanoqli soniyalar ichida parazit so'zlardan qanday qutulish mumkin? Buni yo'li juda ham oson. Misol uchun, короче, tipa prosta parazit so'zlari hammamizda bor va refleksor tarzda o'zimiz bilmagan holda og'zimizdan chiqib ketadi. Hozir sizga ekranda mana shu so'zlarning o'rniga qanday so'zlarni ishlatish mumkinligini ko'rsatamiz. Siz esa shunchaki skrinshot qilib oling va bu skrinshotni takrorlab o'qib yursangiz bas. Misol uchun, tipani o'rniga go'yoki shu kabi shunga o'xshash qolgan so'zlarni esa skrinshot qilib oling. Marhamat. Notiqlik mahoratingizni yana ham yaxshilamoqchimisiz? Unda shunchaki obuna bo'ling. Kutilmaganda ota bo'lishingizni bildingiz. Bunday vaziyatda nima qilish kerakligini men bilmayman, lekin kutilmaganda tayyorgarliksiz nutq so'zlashingiz, ya'ni chiqib gapirishingiz kerak bo'lib qolganda nima qilish kerakligi borasidagi zo'r fishkani bilaman va bu fishkani siz ham bitada tushunib olasiz. Deylik, menda 10 soniya vaqt bor. Shu 10 soniyaning ichida men nima deyishimni o'ylab olishim kerak. To'g'ri, butun boshli nutqimni o'ylab yasab olishimga vaqt yetmaydi, lekin gapni nima bilan tugatishim va nima bilan boshlashimni o'ylab olishga vaqt yetadi. Deylik, gapimni oxirida bir paytlar o'zimga ishongandim. Siz ham o'zingizga ishoning deyishni o'ylab oldim. Boshiga bo'lsa, hammada bo'lgan vaziyat deb gapni boshlashni reja qilib oldim. Menimcha bu ikkala gapning o'rtasini qanaqa to'ldirish borasida sizda ham ko'plab variantlar paydo bo'ldi hozirning o'zida va bu formuladan foydalangan holda siz ham kommentariyada gap yozib qoldiring. Gapni xuddi shunaqa hammada bo'lgan vaziyatni boshlang va oxiriga bir paytlar o'zimga ishongan. Siz ham o'zingizga ishoning degan gapni qo'ying.